Assalomu alaykum, hurmatli Oson bozor YouTube kanali kuzatuvchilari, chorva mol qo'y ishvozlar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan qadrli obunachilar. Xudo xolasa bugun biz sizlarga yangilik qildik. Yana bir qator chiqarib qo'yray dedim. Smintasiga olib keldik. Tonnaligidan. Hali rasa dilinteres ishqibozi bo'ladi-ku, yomonidan boqaman, zo'ridan boqaman degan. O'tayam karabil katta, u Gerkules deb laqab qo'yib oldik. Ashnaqasidan bir dona kelib qoldi. Shu va yana boshqa mollarimiz bor. Shular chiroyli qilib chiqarib ko'rsatamiz deb. Xudo xolasa bizda Gerkulesdan ikkita bo'ldi. Undan ham kattarog'i keldi. Misol mana oq o'zi katta edi, tonnalik edi. Bundan ham yirik narsa olib chiqdik. Uzuni ham uzun, nimasi ham katta, o'ta gigant, besunaqa gigant. Turishini qaranglar, agar mana unda qolsa orqasidan mol ko'nmaydi. O, yarimida qolib ketadi. Mana qaranglar. Uzunini qaranglar, mashalloh, ko'z tegmas. Shuni olib keldik. Endi sekin yana bir qator mollarimizni sotuvga chiqarib, yana nima qilamiz? Ikkita sigirimizni sotdik. Buni qo'shimcha olib keldik. Shular chiroyli qilib sizlarga tanishtirib, bir ko'rsatib, yoqsa sizlar laykni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Podдержкада bo'lasizlar, o'g'illar. Sizlardan mana shu narsa bizga muhim. Обязательно laykni bosinglar. Mol olsalaring ham, olmasalaring ham bir mana shu mollarni ko'rib tomosha qilib maza qilganlaring uchun cho'masa laykni bosib qo'ysalaring bizga motivatsiya bo'ladi. Keyin yana ko'proq sigir, buzoqlardan olib kelib chiqarishni harakatini qilamiz. Demak, birinchi yangilikdan boshlaylik, keyin qolgan oldinga chiqargan partiyamizdan qolganlarni chiqaramiz. Bu ham yangi. Ana obunachilar. Gerkulesimiz. Uchinchisiga bu g'oz 8 oylik. Ammo odamdan qo'rqmaydi ekan, o'ta yuvosh ekan. Tepmaydi, ilmaydi, boshqa qilmaydi. O'ta yuvosh. O'zi bahaybat bo'lgan bilan hali odamlarda ham katta odam yuvosh bo'ladi. Bunda ham shunaqa ekan. Juda yuvosh mol ekan. Ammo mana sigirlardan qo'rqyapti, qo'rqoq ekan nisbatan. Molga ozor bermaydi ekan, odamga ham ilib netmaydi. Boshqa qilmaydi. Katta mol akalar. Haqiqatda katta. Menimcha Pirvaznoy bu hozir birkasini ko'rsataman dedim, ko'rsatdi. Qo'rqyapti. Va fermadan chiqqanda qo'rqyapti. Mashalloh, ko'z tegmasdan kelaman, ko'ringlar, haqiqiy holat ko'rinyapti. O'ta katta narsa. Ko'z tegmasdan yuvosh, o'ta yuvosh mol. Uni qaranglar. Uni tutinglar. Tutilari ham katta zo'r, 4 joyda unaqa besunaqa bir osilib ketgan, yo nima biz. Hali qari mollarga o'xshab osilib mana bo'yiga tushib qolgan biz. Uni ixchamgina dog'olasa uzoq nima qilar. 3-qoringa bu g'ozmolimiz hali uzoq yil xizmat qiladi. Oyog'ida bir boshqa joyda nuqsoni bor bas. Katta bo'lgan bilan oyoqlar jo'ski. Bir nimasi yo'q, molda aybi nuqsoni yo'q. 3-qoringa 8 oylik bo'g'oz. Endi akalar hamma narsani o'ziga yarasha narx-navosi bo'ladi, narxi ham o'ziga yarasha uni. Buni puliga bitta mashinani indamay mindirib qo'ysa bo'ladi bitta odamga. Lekin u mashinani narxi tushib minusga kirasizlar, bundan foyda qilasizlar inshaalloh. Bo'yi taxminan 1.55 mo'ljallarda, o'lchaganimiz yo'q. Uzuni o'ma limuzin damini beradi. Mana telefonda ekranini ko'rib turibsizlar, zo'rg'a sig'dirib qo'yapman. Ana shu uyga kelasizlar, mana oq sigirimizni ham ko'rasizlar. Liboydan uzun. O'ta nima? Bu u darajada uzun emas, lekin eti juda baland, chunki bu 20 kun tug'adi, lopillayotdi. U agar o'shuna holatga kelganda ko'rsalaring, o'ta ham bir semirib biqillab qolsa boshqacha bo'lib ketsa kerak.
Germanskiy varianti menimcha bu. Ko'p maqtormi? Bo'yi 1.55, uchinchisiga 8 oylik bo'g'oz, narxi 75 million akalar. Kelishamiz, xayri bor. Chiroyli qilib beramiz. Bu molimiz 20 kunda tug'adi. O'tgan safar chiqarganmiz. Hozir yana bir qator chiqaramiz. Tepalarni ko'rib turibsizlar, sandal olib qo'ygan. Bitta odam bemalol yonboshlab yotaveradi. Ko'pchilik oyoq og'riyaptimi dedi. Yo'q akalar, oyoq og'rimaydi molda. Shu oldin bir 4 oylik bo'g'ozli holatda tirnog'i singan. Shu holatda olganman. Tirnog'i o'sib yaxshi bo'lib ketgan. Bir oyog'ida tirnog'ida chirigi yo bo'g'inlarida og'rig'i yo'q molda. Nuqsoni yo'q, faqat refleks bo'lib qolgan. O'sha tirnoq sinib, tozalanib, yaxshi bo'lguncha orada 5-4 oy ashna yurib, refleks bo'lib qolgan molga. Bunaqali bir mol yotib qoladigan yoki sog'lig'iga bir ziyon tarafi bor narsa emas. Qisqasi sog'lom. Bemalol tug'ib, boshqa qilaveradi. Keyin vesi og'ir. Tug'ishga yaqin suyaklar bo'shashadi. Sog'lom narsa, bexijolat sog'lig'iga. 20 kunda tug'adi. Inshaalloh egizga tug'ib bersa, kim olsa baxti. Buni narxi 73 million kelishtirib beramiz. Bu ham uchinchisiga bo'g'oz. Bu ham 3 ga karablimiz. Bu 8 oylik. 75 million. Mosigirimiz Greenfordga o'xshashdi. Akalar 100% toza semental Greenford yoki Rossiyadan kelgan sementallardan emas. Kakpalojniy fermaligida, bo'zo'ligida fermadan chiqqan. Andaqa nimasi yo'q. Rossiyadan yo ag'dan bag'dan kelgan emas. 100% chetda tug'ilgan, o'sha avstriyskiy sementallar bolalaridan tushgan. Bo'zo katta to'lib, bitta tug'ib, vahli qochib turib, bitta tuqqan. Hozirgi kunda ikkinchisiga 5 oylik bo'g'oz. Bilsalaring, Rossiyadan kelganlarning bu orqasi sal ingichka bo'yapti. Qanaqadir molga gibrid bo'lib qolgan ekanmi. Bu lekin Kakpalojniy o'zimizning vodiyda fermasidan chiqqan. Hozirda ikkinchi qoringa bo'g'oz, bo'yi 1.40, 5 oylikdan o'tdi. Sekin sutdan chiqaryapmiz. Narxi 58 million. Buni bilasizlar, qizil sigirimiz. Katta bu ham, xudo ash sigirdan kam emas. Semirib, eti zo'r bo'lib qolsa, buniki ham shunaqa bo'lib qoladi. Bu 6 oylikdan o'tib, martda adashmasam 5-larda 7-oyga o'tadi. 6 oyligiga to'la 7-oyga o'tadi. Yeb ichishi zo'r, hamma yo'g'i yaxshi. 65 millionga hayradan o'tib beramiz. Xudo bu yetilib olguncha vahshiy po'rsillab do'mboq bo'lib ketadi. Keyin mana xonajinimiz o'tgan safar chiqarmagandik. Chunki bu bir 20 kuncha oldin yengil yashurta edi. 3 kun sal bunilari oqib, sal orqa oyoqlarida og'riq bo'ldi. Unaqa strashniy bo'lmadi, yengil tegib o'tdi. Emlatgandim, baribir tegdi. Unaqa ortiqcha bir ziyon taraf yo bo'lmasa bir yotib qolib boshqa chicha isitma chiqdi. Buni noqta orqa oyoqlari sal og'riq bo'ldi. O'shancha ajratib boqyapti turdi. Hozirgi kunda yaxshi, sog'lig'i zo'r. 6 oylikdan o'tdi, xudo xolasa bu ham bo'g'ozligi. Birinchi qoringa. Mana yerga yaqin tapalag'idan kerak. Mazaq boqaman deganlarga mana birinchi qoringa yosh narsa. O'ta sifat, o'ta zo'r. Mana shu yelinlarda ham sar yara bo'ladi. Mana yaralari ham to'kilib toza bo'lib qolibdi yelinlar. Bir emlov bo'lsa ham bir marta yashirib bo'lib chiqdi, lekin buni ajratib boshqa joyga jo'natib yuborgan edi. Orada o'sha 20 kun, 25 kuncha oldin boshqa joyda, boshqa nimada turuvdi. Hozir zakonniy. Hamma yo'q joyiga kelib, zo'r bo'lib ketdi. Yaxshi. 3 kun og'ridi xolos. Ortiqcha ko'p og'rib, bir yotib qolgan joyi yo'q. Sifatni ko'rib turibsizlar. Buni ham narxi 65 million kelishamiz. Narxlarni boshqatdan qaytarib o'taman. Ikkinchisiga 5 oylik bo'g'oz 58 million, birinchisiga 6 oylik bo'g'oz 65 million, ikkinchisiga 6 oyligiga to'lib 7-oyga o'tadi yaqinda 65 million. Endi ba'da karabl sigirimiz. Ikkita karabl bitta joyga tiqilibdi degan narsa. Mashalloh, ko'rib maza qilyapman akalar. Sizlarga ham yoqsa laykni bosib qo'yinglar. Bunisi 75 million, bunisi 73 million. Kelishtirib beramiz. Bunisi 8 oylik bo'g'oz, bunisi 20 kun, 15 kun avvalda tug'ib beradi. 15 kun, menimcha bir 12-martlarga tug'sa kerak deb mo'ljallayapman.
Lekin bu boshqa dunyo bu. Qaranglar. Uzunini qaranglar. Vashshi bebaho mol. Xudo xolasa to'y deganda to'ndan uradi inshaalloh. Mana qaranglar. Ko'z tegmasin. Yelinlari ham zo'r, sog'lig'i ham zo'r, bexijolat mol. Qadrli obunachilar, laykni bosib qo'yasizlar. Layk bosganda xonadonda mana unaqalarni biz, mana shunaqasidan kamida 10 ta bo'lsin. Shunaqalardan kamida 10 ta bo'lsin, mana shunaqalardan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video yoqqan bo'lsa laykni bosib, qo'llab-quvvatlab kuzatib turaverasizlar. Sizlarga faqat yaxshisini ilinamiz, yaxshi narsani beramiz. Borini bor, yo'g'ini yo'q deymiz. Video davomida xato va kamchiliklarga yo'l qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz. Nima deymiz? Faqat sizlar bilan yaxshilikda ko'rish nasib qilsin.